Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan AutoCAD 2D darslarini boshlaymiz. Bizlar darslar davomida AutoCAD 2020 dan foydalanamiz. Darslarimiz o'zbek tilida bo'lgani bilan AutoCAD menyulari rus tilida. Shunga terminlarni rus tilida aytib, agar o'zbek tilida muqobili bo'lsa aytib ketamiz. Bugungi birinchi darsimiz interfeysni o'rganishdan boshlaymiz. AutoCADni yoqishingiz bilan sizlar tanishtiruv oynasiga, ya'ni tanishtiruv oynasiga yo'naltirilasizlar. Bu bloklardan tashkil topgan. Birinchi blok, ikkinchi blok, uchinchi blok. Xo'sh, ana endi bloklar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Misol uchun, birinchi blokdagi Работа с чертежами, ya'ni chizmalar bilan ishlash tugmasini bossak, biz рабочий пространство, ya'ni ishlash hududiga kiramiz. Agar endi men hozir bu yerda o'zim uchun shablon qilib qo'yganman, shu shablonga yo'naltirilyapmiz. Lekin misol uchun orqaga qaytib tanishtiruv oynasida shabloni tugmasini bossak, shu yerdan qaranglar, AutoCAD ISO degan fayl bor. AutoCAD ISO DVT, AutoCAD ISO DVT 3D. Bizga AutoCAD ISO ni o'zi kerak. DVT siz. Shuni bossak, mana shu oyna bilan sizlarning chizmalaringiz ochiladi. Xo'sh, shuningdek tanishtiruv oynamizda yana oxirgi qismida, mana shu yerda oxirgi ochgan chizmalarimizni ro'yxati kelib chiqadi. Misol uchun kotlovanini bossak, oxirgi ishlagan chizmalarimizni ro'yxatidan biror bir chizma ochiladi. Xo'sh, yana chertejga qaytamiz, chertej 3 ga. Birinchi bo'lib обозреватель menyu, ya'ni menyular sharhlovchi tugmasi. Mana shu A harfi bilan berilgan tugmada boshlaymiz. Tepadan pastga boshlaydigan bo'lsak, birinchi tugmamiz создать, ya'ni yangi chizmani yaratish tugmasi. Ikkinchi tugmamiz открыть, ya'ni ochish tugmasi. Keyingisi сохранить, ya'ni saqlash tugmasi. Keyingisi сохранить как, ya'ni qaysi formatda yoki qaysi nom bilan saqlash, o'zgartirish chizma uchun kerak bo'ladi. Keyingisi import va export tugmalari ketma-ket kelingan. Import tugmasi juda kerakli funksiya hisoblanadi. Adashmasam 2020 dan pastki qismlarida eski, ya'ni 2019 dan past 2019 tugmasida bu tugma bo'lmagan. Bu tugma misol uchun bizga nimaga yordam beradi? Misol uchun biz chizmamizga PDF faylda chizma qo'ymoqchimiz. Shularni ishlash uchun yordam beradi. Masalan, mana importda bosdik, PDF faylni tanladik. Xo'sh, ana endi mana bu yerda faylni tanlasak, fayl, masalan grdc 1274 shu PDF faylni shundan bossak, AutoCAD bizda PDF dagi chizmamizni DXF ga o'zgartirib beradi. Oldingi aytganimdek, AutoCADlarda bu bo'lmagan. Biza bu funksiyadan foydalanish uchun qo'shimcha yoki onlayn importyorlardan foydalanganmiz. Hozirgi kunda 2020 dan buyog'iga AutoCAD shu funksiyani AutoCADni o'ziga qo'shgan. Shuningdek, bu yerda pechat, utility, zakret, publikatsiya funksiyalari bor. Bu hozir biz uchun juda muhim bo'lmagani uchun biz ularga to'xtalib o'tirmaymiz. Yuqorida mana shu ko'rib chiqqan tugmalarimizda har bittasida горячий klavishi, ya'ni qaynoq tugmalari mavjud. Har bir tugmani mishka yordamida emas, klaviatura yordamida bir yoki ikki tugmali kombinatsiyalari yordamida chaqiriladigan funksiyaga qaynoq tugmalar deyiladi. Darslar davomida men har bir tugmani qaynoq tugmasi qanaqa aytib ketaman. Hozirgi bugungi darsimizda bu kerak emas, lekin kelajakdagi darslarimizda hammasida xudo xolasa ularni ham o'tib ketamiz. Ana endi o'nroq tomonga qarasak, boyagi tugmamizda o'nrog'iga bu yerda panel bor. Panel быстрого доступа, ya'ni ishlarni tezlashtiruvchi panel.
undagi tugmalar menyu sharhlovchi tugmalarni takrorlaydi. Shu tugmalarni takrorlaydi. Qo'shimchasiga bu yerda отменить yoki orqaga повторить, ya'ni oldingi tugmalar qo'shilgan. Bu yerda shu narsa yo'q. Xo'sh, shuningdek o'nroqqa перечень рабочего пространства. Mana bu qaysi ishlash hududida bizda chizmani ishlash hududi mavjud. Shu knopka orqali asosan рисование va annotatsiya tugmasi funksiyasidan foydalanamiz. Bu yerda o'zingiz uchun ish uslubini yaratib ishlashingiz mumkin. Masalan, meni ismim Erkin, men Erkin deb o'zimga biror bir hudud yaratib qo'yganman. U shu boyga ochgan chizmalarim avtomatik ravishda ochiladi. Sal o'ngroqda kichkinagina uchburchak bor. Mana shu uchburchakka bossak, mana bu bo'lsin. Bu ham juda kerakli sifatlarga ega. Uni yordamida biz ishlarni tezlashtirish paneliga tugmalarni qo'shamiz yoki olib tashlaymiz. Masalan, mana shu yerga ilgaklarni qo'shsak, qo'shiladi. Ilgakni olib tashlasak, olib tashlanadi. Shuningdek, qo'shimcha bu yerda asosiy menyu tugmasini panelga chiqaramiz yoki olib tashlaymiz. Mana hozirgi mana bu meni sharoitimda asosiy menyu mana shu yerda turibdi. Kimlardadir bo'lmashi mumkin. Shu uchburchakni bosib pastroqqa tushib, tak скрыть строку menyu desa mana olib tashaldi menda. Показать строку menyu desa ochiladi. Bu juda ham masalan hali ishlar davomida kerak bo'ladi. Shuning uchun buni yoqib qo'yganimiz ma'qul. Ana endi lentalarga o'tamiz. Mana shu lenta deyiladi. Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, 2008-yildan AutoCAD lenta yordamida ishlash uslubiga o'tgan. Lentalar bir necha bloklardan tashkil topgan bo'ladi. Misol uchun mana главный lentasida bloklar рисование, редактирование, annotatsiya, слои, свойства, группа, utility gruppalari mavjud. Har bitta tugmani bosganimizda lentani masalan рисованияni olaylik. Shuni bossak, qo'shimcha funksiyalari ham chiqib keladi. Ana endi главный, ya'ni mana shu asosiy lentamizning tugmalarini o'rganib chiqamiz. Bloklarda tashkil topgan deb aytdim. Bu yerda bizda рисование, ya'ni chizish, redaktirovание, ya'ni tahrirlash va shuningdek annotatsiya va shunga o'xshagan hokazo tugmalardan iborat. Misol uchun mana bu рисование yozuviga bossak, рисованияdan bu asosiy tugmalardan tashqari qo'shimcha tugmalari ham kelib chiqadi. Agar biz kursorni olib tashlasak, u yo'q bo'lib qoladi. Рисованияni bosib qaytib mana shu yerda knopkani bossak, shu qotiriladi. Bemalol ishimizni bajarib bo'lib, yana shu knopkani o'chirib qo'ysak, bu knopkalarimiz berkilib ketadi va bizga xalaqit bermaydi. Shuningdek, bizlar ishlar davomida bloklarni yoqishimiz yoki o'chirishimiz mumkin. Misol uchun olaylik, biror bir bo'sh joyga mana hozir panel bloklarning hammasi yoqilmagan, masalan bu yoqaylik, har bir blokni показать panelini ichidagi bloklarni yoqish funksiyasi bu. Masalan, hozirgi sizlarga o'tayotgan darsimiz katta ekranda o'tilyapti. Kichkina masalan notebookni monitorida bu funksiyalarni qo'shsak, hammasi ko'rinmaydi, yarim bo'lib qolardi. Shuning uchun masalan foydalanmayotgan bloklarimizni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, vid degan blok bizga kerak emas. O'ng tarafga bosamiz, показать panelini olib vid ilgakni olib tashlasak, o'chadi. Buffer обменani ham hozirgi kunda ko'pchilik klaviatura yordamida bajarayotgani uchun bu funksiya ham bizga kerak emas. Masalan, darslar davomida bizga bloklar ham kerak bo'lmaydi. Masalan, bloklarni ham o'chirib qo'yishimiz mumkin. Shuningdek, qo'shimcha panellarni o'chirib yoqishimiz mumkin. Mana hozir ko'ryapsizlar, bu yerda panellar juda ko'p, bir xillari sizlarda yo'q. Masalan, shularni ham o'chirib ko'rishni o'rgataman. Masalan, shu yana boyagi joyga qaytamiz. Bo'sh joyga bosib, masalan, N Commander bizga kerak emas. N Commander 2 ham kerak emas, misol uchun. TCCTP ham kerak emas. Olib tashladik. Shu yerda masalan chalg'ibaslik uchun bu ko'p panellarni yopib tashlasak bo'ladi ishlatib bilganlarimizni. Qo'shimchasiga biror bir blokdagi
tugmani mana bu yerga ham chiqarib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun aylana chizishni. Aylanani o'zini tugmasiga bosib, o'ng tarafga bosamiz. Добавить на panel быстрого доступа ga bossak, mana bizning tugmamiz paydo bo'ldi. Xohlasak o'chirib tashlaymiz. Bu bizga nimaga kerak? Misol uchun bizlarda kimlardir bu lentadan ham foydalanmaydi, klaviaturadan foydalanadi yoki asosiy tugmalarni shu yoqqa chiqarib qo'yishi mumkin. Asosiy lentani ham yo'q qilib qo'yish yo'li bor. Masalan, shu paneldagi yozuvlardagi biror bir joyiga tez 2 marta mushkani chap tarafini bossak, bizani chizmalarimiz qisqarib boradi, ko'rasizlar, lentamizni. Bundan ham qisqartirsak bo'ladi. Bundan ham qisqartirsak bo'ladi, faqat nomi qoladigan qilib. Xo'sh, shunday qilib o'zgartirib borsak bo'ladi. Hozir mana orqaga qaytarish yo'li sвернуть до кнопки панели, свернуть до вкладки, до вкладки deb bossak, bu yerdan ham o'zgartirsak bo'ladi. O'zimizning holatga qaytdik. Ana endi tagiga tushamiz. Bu yerda Akatisoni boshqatdan ochaylik. Masalan, yangi fayl ochmoqchi bo'lsak, xohlasak plusni bosamiz yoki boyagi создать degan joyimizda создаться bosib, AutoCAD template, Akatiso fayl deganni Akatiso faylni ochamiz. Xo'sh, ana endi tagiga tushamiz. Mana tagi bu ishchi hududimiz bo'ladi. Ya'ni рабочее пространство deyiladi. Meni ishchi hududim misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, meni ishchi hududim qora fonda tanlaganman. Chunki bu fonda ishlaganda ko'z uncha-bunchaga charchamaydi. Sizlarga maslahatim qora fonni tanlaysizlar. Adashmasam 2015 dan beri avtomatik ravishda AutoCAD qora fonni qo'yib beradi. Qora bo'lmasa ham to'qroq fonni qo'yib beradi. Ana endi ekranni fonini o'zgartirishlarni ham bir ko'rib chiqsak yoki mana shu kursorimizning perikresiyasini ham o'zgartirishimiz mumkin. Shuni ham ko'rib chiqamiz birato'lasa. Agar biz biror bir bo'sh joyga mushkani o'ng tugmasini bosib parametriga kirsak va shu parametriga kirdik, ana shu yerdan fayl, ekran, открытие, hokazo lentalarimiz bor. Shu yerda ekranni tanlab, tsveta, ya'ni rang tanlashga o'tamiz. Mana ko'rib turganingizga bu yerda bir necha jadvallarda hosil bo'lgan to'sinchalar paydo bo'ldi. Birinchi to'sin, ikkinchi to'sin, uchinchi. Mana shu yerda bemalol o'zimizga yoqqan ranglarni tanlab, ishlash hududini rangini o'zgartirishimiz mumkin. Xo'sh, misol uchun olaylik. Mana однородный пространство D2D, однородный o'sha masalan qora emas, qo'yaylik. Masalan, fioletovyni tanlaylik. Применять. Okey, mana bizning ish fonimiz fioletovoy bo'ldi. Agar yo'q, orqa bu menimcha ko'zimizga g'alatilik qiladi. Shuncha yana orqaga qaytamiz. Tsveta fioletovoyni shu yerda. Masalan, menda 38 turadi agar esinglarda bo'lsa. Masalan, kerakli выбор цвета. Xo'sh. Mana shu yerga o'tib, вся палитра 38 ga qaytamiz. Yana qaytdik. Qo'shimchasiga va shu kursorni ham uzunlashtirishni ko'rib ketamiz. Mana shu yerda ekranning o'zida
razmer pregressiyasini olsak, mana bunda hozir 100 turibdi. Shuni 5 qilaylik. Avtomatik ravishda 5 turgan bo'ladi shu yerda. Применить. Okey. Mana kichkinagina bo'ldi. Avtomatik ravishda AutoCAD shunday ochadi. Kimlargadir kaltada, kimlargadir uzunlab ishlashi oson, menga uzun bo'lgani osonroq. Hammani o'zini tabi bo'ladi. Bu chizgan chizma. Tak, qo'shimchasiga chizmalarimizda yana bir farqini ochib ketaylik. Sirri yangi masalan o'sha popkamizni ochganimizda, saqlanib qilganimizdan keyin AutoCAD masalan razbivkani chizdik. Qo'shimcha dublyor fayl ochiladi. Bug fayl deyiladi bu. Agar shu bug faylda dublyor deganimizda, masalan chizmamizni qandaydir bir shikast yetdi deylik, chizmamizni yo yo'qotib qo'ydik, yo o'chirib qo'ydik. Shu bug fayllar biza bug so'zini o'rniga AutoCAD ochilaga drawing so'zidan kelib chiqib dvg deb yozsak, inglizchaga dvg drawing. Действительно хотите изменить его, да? Bu bor deyapti, 2 bo'lib och desa. Mana razbivka 2 bo'lib ochildi. Razbivka 2 ni ochsak, boyagi faylimizni masalan o'zimizning chizmamiz o'chib ketgan bo'lsa yoki qandaydir bir повреждениеga uchragan bo'lsa, qaytarib bizning faylimizni ochsak bo'ladi. Buni ham esdan chiqarmanglar. Ana endi ishchi hududi bazaga qaytamiz. Pastda bizda komanda stroka, ya'ni buyruqlar qatori mavjud. Mana shu yer. Buni masalan kimlardir bu hozir ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, kimlardir mana bu holatda bo'lishi mumkin. Bunday qilib qilsak, pastga shu buni chatroqda chetida o'sha pastga olib chiqsak, bu yerda qotiriladi. Agar kimdadir o'chov bo'lsa, Ctrl bilan 9 kombinatsiyasini bossa, bu yo'q bo'lib qoladi. Ctrl xuddi yana qaytarish 9, Ctrl 9 bilan qaytib chiqadi. Bu stroka bizga nimaga kerak? Bu yerda biza bosayotgan knopkalar, buyruqlar shu yerda ko'rinishni boshlaydi. Qo'shimcha funksiyalari ham ochiladi. Masalan, dumaloq, ya'ni doirani chizmoqchimiz. Doirani belgiladik. Doira avtomatik ravishda sentr kruga, ya'ni doiraning markazini ko'rsating deyapti. Doiraning markazini ko'rsating va radiusini yozing. Masalan, 10 radiusda deylik, 10. Sizda holatlar bo'lishi mumkin. Biza doirani markazini bilamiz yoki doirani xo'sh. Doiraning na markazini bilamiz, na radiusini bilamiz. Lekin mana doiramiz shu ikki chiziq orasida bo'lsin deylik. Masalan, shu yana doirani bosamiz. Doirani bosgandan keyin masalan 2 nuqta, mana 2 точки. 2 nuqtani bosamiz. Mana bir doiramizning bir chekkasi bu yerda, ikkinchisi bu yerda bo'ladi. Xuddi shunday masalan 3-chi unaqamiz ham bo'lishi mumkin funksiyamiz. Masalan, biz doiraning 3 ta dumolog'ini bilamiz. Xo'sh. Yana doirani bosamiz. 3 ta nuqtasi orqali deylik. 1 2 3. Shu uchovini orasiga doirani chizib beradi. O'shancha bu komanda stroka ko'rinib turgani biz uchun yaxshilik keltiradi. Pastda bizda model, list vkladkalari mavjud. Misol uchun boyaga chirchujimizga qaytaylik. Model, list 1, list 2. Model bu hozir chizayotgan hududimizning modelida, chizayotgan betimizning model deyiladi. List 1, list 2 biz uchun kelajakda hali darslarimizni o'tamiz, pechat qilgani yordam beradi. Sizlarda oq bo'lishi mumkin, menda hozir ko'k. Buni ham o'zgartirish xuddi boyidagi parametrga kiramiz. Tsveta list mana. Listni oq deb qo'yaylik. Masalan, принять, okey. Xo'sh, ana endi orqaga qaytamiz modelga. O'ng tomonda pastki qismida bizda panel состояния, ya'ni ishchi holatini paneli mavjud. Ishlash jarayonida kerakli bo'lgan rejimlarni yoqish yoki o'chirish shu panelda bo'ladi. Hali ortogonal, masalan, отображение опорных линий degan narsalarni o'tamiz. Shu yerda kimlardadir hozir bu kichik yoki kattaroq ko'rinishi mumkin. Men masalan
hamma funksiyalarni yoqib qo'yganman. Bu funksiyalarni qanday yoqamiz? Pastda 10 da chetda 3 ta chiziqcha bor, adaptatsiya deyiladi. Shuni bosib, mana shu yerga ilgakchalarni qo'yib yoki olib tashlash bilan bular yo'q bo'ladi. Masalan, dinamический ввод olib o'chirsak, dinamический ввод yo'q qoldi. Mana pastda ko'ryapsizlar. Hozir mana yana yoqiladi. Mana shu darslarimiz pan interface darslari deyilardi. Mana shu bugungi darslarimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, hammaga rahmat.